Assalomu alaykum, hurmatli Ideal Agrar hamda Xiva Bozor kanali abunachilari. Yana biz bugun Gurlan shahrida, Xudo xolasa, Mercedes firmasini Mas 765A 120 kunlik Makka urug'iga kelgan daladamiz. Xudo xolasa, yana bu Makkamiz kelganidan 30 kun bo'ldi. Va biz bugun Xorazm va Qoraqalpog'iston territoriyasida Makka jo'xorini nav tanlash va bizdagi Makka jo'xori uchun Xorazm territoriyasida shart-sharoitlarni to'g'ri nav tanlash hamda bizdagi kamchiliklarni esa to'g'rilash haqida bir ozgina obunachilarimizga bir ma'lumotlar o'tacakmiz. Demak, bilamizki, Xorazm va Qoraqalpog'iston territoriyasi qumli va sho'r territoriya hisoblanadi va bizda ko'pchilik fermerlarimiz aynan sholi o'simligini ekish uchun yerlarimiz tekiz bo'lishi hamda suv bilan postoyanno do'yinib turishligi buni bilamiz va Makka jo'xori buni kichik ta'sir etadi. Makka jo'xori bilamizki, tabiatan agar Makka jo'xori dalamiz xuddi sholadagidek bo'lib suv bilan polni taqsimlanadigan bo'lsa, Makka jo'xori yer jibustonligi bilan ildizini kislorod yetishmasligi orqali bu Makka jo'xorimizni biz yo'qotishimizga sabab bo'ladi va yerlarimizning sho'rlanishi ham havomizning issiqligi yerlarimiz sho'rlanishına keladigan bo'lsak, Makka jo'xorimizning o'zini ildizlari tarqalishi bilan har xil gibridlarda u har xil yo'nalish beradi. Mercedes firmasining urug'lari masalan Xorazmda 3 yildan beri sinovdan o'tayotib, aynan shunday sho'r hududlarda yana hozir Gurlanning bir chetga hududindamiz, Mang'ut bilan chegaralash bo'lgan, yana ko'rib turgan bo'lishingiz mumkin. Hali bir marta ham suv ochilmagan dalada yana o'zini yashil massasini hozir ham hech qanday buzmasdan saqlab turibdi va Xorazm territoriyasida 3 yildan beri sinovdan o'tgan. Va yana keyin bizani issiq havoga keladigan bo'lsak, Xorazm bilamiz, O'zbekiston territoriyasidagi eng issiq bo'ladigan nalardan, regionlardan biri hisoblanadi, Xorazm va Qoraqalpog'iston. Shuning uchun bizlar Makka tanlajak vaqtida suvni kam bug'latadi. Ya'ni o'zida shunday issiqqa chidamli bo'ladigan nav tanlashni biz tavsiya etamiz. Xudo xolasa bu dalamizdan gektarini 60 va 75 tonna oralig'ida hosil olishni mo'ljallab turibmiz. Shunday ekan, Mercedes firmasini hozirgi kunda tez pishar bo'lgan navimiz bor, 90 kunlik. Shuni fermerlarimizga taklif etamiz, bizlar bilan bog'lansinlar. Qolgan masalalar bo'yicha bizlarga aloqa chiqadigan bo'lsalar, bafurja informatsiyalarni berib o'tamiz. Hammani chorvasini va yerlarini baraka tilaymiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat.